Assalomu alaykum. Navbatdagi modelimiz Delta 1. Bu kartmonimizning nomini Delta deb nomladim. Endi ism berib qo'yapman kartmonlarga. Grek alifbosidan foydalandim. O'tgan safar videomizda alfa modelimiz haqida gapirgan edim. Bu safar endi Delta. Beta, Zeta, gammalarni yo'q hozircha, faqat hozir Delta deyishim sababi bu shogirdim bor, ismi D bilan boshlanadi. Shuni tikkani uchun shu D hayolimga keldi, Delta deb nomladim. Xo'p, ketdik. Kartmonni o'lchamlari 14, bo'yiga 14, tak, eniga 7,7 santimetrda. Tak, ruchnoy shox bu ham ko'rinib turganingizda mana qo'lda tikilgan, bitta choklari idealni tikilgan. Hozir buni rangini botqoq rang deydi, kimdir dollar rang deydi, nos rang deyshadi. Shu nos rangini ko'rsatib beraman. O'zi har xil ranglari bor bizda buni. Jigarrangda har xili bor. Chiroq jigarrang, qizg'ish jigarrang, cho'nchining va to'q jigarrang. Qora rangi ham bor. Qora rangimiz terimizcha yuqalik qilyapti bu modelga. Birolardagilarga yuqoriroq, yumshoqroq ko'chadan qoradan ham bor qilib beramiz. Xo'p, mana ranglarni hozirdan tekshirib ko'ramiz. Buni ichiga sig'imi 40 ta kupyura bemalol sig'adi ichiga. 40 dona kupyura. Material naturalniy koja, mol teri, qalinligi 1,6-1,7 mm dan. Xo'p. 40 ta pul so'kayotgan ichiga 40 ta pul soldim donaga. Xo'p, mana 40 ta pul tushdi ichiga. Xo'p, endi 6 ta plastik solamiz oldiga. 1, 2, 3, 6 dona plastik. Xo'p, mana 6 dona plastik. Bemalol oldiga solsa bo'ladi mana. Mana ko'proq plastik solsa mana chekalari bo'rtib chiqib chiroyli bo'lib qoladi, chiroyli yarashib turadi o'ziga. Turganlardek juda chiroyli, juda qulay. Eng ko'p yaxshi ko'rilgan kartmon. Yopiladi, uni pistonga bor. Pistoni bor. Pistoni haqida yana takror aytaman. Pistoni o'lsa, misol uchun pistoni buzilib qoldi, sinib qoldi, chiqib ketdi, qandaydir nimadir bo'ldi. Har qanday chevarga olib borsa yoki kosibga olib borsa, etik do'stga qilib berishadi. 10-15 ming atrofida qo'yib beradi, arzimagan narsa. Kartmon o'zi xudo xolasa 10-15 yil xizmat qilib beradigan narsa. Juda qulay. Qo'lda turishi mana, qo'lda bemalol turadi. Boshdan ko'rinishi. Orqa tomonda ham bitta cho'ntak bor. Doimiy ishlatiladigan dejurniy plastiklar bo'lsa, solib qo'yishlar bo'laveradi mana. Xalaqit qilmaydi, xolasa solmay qo'yadi. Ichkaridagilardan kifoyalanadi, xolasa solib qo'yadi. Orqasiga 2 tushda bemalol sig'adi. Ixchamgina, qulaygina kartmon.